respublika bo'yicha faqat atigi 230 tagina ayolga uy-joy bilan ta'minlangan. Xo'p, bu uy-joylarga subsidiyalar qaysi kriteriyalar asosida ajratilyapti? Ya'ni qaysi toifalar asosida ajratilyapti? Bu birinchi savolim. Keyin ikkinchisi, bugungi kunda berilayotgan subsidiyalar bugungi kundagi uy-joy tannarxlariga mos keladimi? Ayollar daftari jamg'armasidan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan 1,21 nafar respublikamizdagi mavjud ayollarga ijtimoiy yordamlar ko'rsatilgan. Ayollar daftari jamg'armasidan 230 nafar ayollarimizga uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha xarajatlar amalga oshirilgan. Bu degani ayollar daftari jamg'armasidan ularga uy xarid qilib berildi emas, balki o'sha hokimiyatlarimizda va tegishli o'sha Xotin-qizlar qo'mitasi murojaatlari asosida xayriya tarzda ajratilgan uylarda ta'mirlanishi uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan bu 230 nafar ayollarimizga uy-joylar taqdim etilgan. Xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda ijara to'lovlarini, kompensatsiya miqdorlarini aynan 2025-yil davomida qaytadan ko'rib chiqib belgilab berganmiz va hozirgi kunda bu bozor qiymati narxlariga to'liq muvofiq hisoblanadi.